O'tkir! Shu payt oldiginamdan chiqsa, yotganda yalpayib, bo'yniginang uzilsin, qo'lginam uzilib tushay dedi buni azobladan. Nimaga o'tiribsan? Imtihon tayyorgarlik ko'ryapman. Shu kitobning hurmati senga indamayman. Agar boshqa narsa qilib o'tirganingda, og'zi burningni qon qilib tashardim sen bolani. Kimdan alamim o'samagan, otang qani? Dadasi! Zeboni qizi yana ikkita bolasi bilan qaytib o'tiribdi. Yana nega pichillab gaplashyapmiz? O'g'lim o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti. O'g'lim o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti. Nima? Ya quloqlari garangmi sizlarni? O'g'lim o'qishga tayyorgarlik ko'ryapti dedim, Ay, baqir-chaqir qilavermansa, kallam kirmayapti. Turinglar ketinglar-da, sizlarni men o'g'lim to'poy bo'lib qolmasin. Biri dilda, yurakdagi. Mol ochdan o'laydi o'tiribdi. Buni o'tirishini qara. Nima qilyapsan? Mental ahamiyatga o'rganyapman. O'rganyapsanmi qilib? 9 qo'shuv, hisoblab tez-tez. 46 qo'shuv, 99. Necha bo'ldi? Necha bo'lgan bilmayman. Endi o'rganyapman. Nega bunaqa qilganlarni o'rgandimda? O'rgan. Shu ishlarni otang qilsa ham bo'lardi-ku. Dadasi! Ukajon mana qara, ozgina yertilgan. Shuni aylantirib, tikib, kilinglar ber, suv o'tmasin, xo'p. Ay, yangisidan apiring. Qayda olib beraman yangisini? Oyog'i yetishi bormi? Har ikki kunda birda yertasanlar, Otang o'zi bozorlikka kam pul bergan. Siz bozorlik chiqqancha tikib oling, xo'p? Ukajon, rahmat sizga. Keyin yaqin joylaringiz bormi? Senga kim qarayman deb o'ylab o'tirdi? Kiyver. Key ustidan. Aya, ichimdan kimuvdim, qurmag'andi. Aya, bu garta kattaroq ekan. Hech narsa qilmaydi. 3-4 yil kiyasan, yengini shimar, shiminga tig'ana yetagini. Babbinoydi. Ay dugana, mana shularingizni bunaqa razmerdagisi bormi? Bor. Ay qanchadan? 150. 30 ming beray. Nima deysan? Beling og'rib pul topmayapsan-da. Jim o'tir. As. Sizniki emas, meniki emas. 34 ming. Aya. Anaman! Yur manaqa, yur. Hamma narsani oldimmi? Otangga shalvor olmabman-ku. Sen o'tirib tur shu yerda. Noz kelaman, o'tir. Aya, bu yerda o'tirib zerikib ketaman. Zerikmay. Zeriksang mana Sardor semichkalari bor. Premium semichka, tuzlangan, tuzsiz. Tuzligini qancha chaqsang ham labing yorilib ketmaydi. Chunki tuzi dengizdan olib kelingan, tushundingmi? Menga ham qolsin lekin. Nega yoqa o'tirasan? Mana yoqa o'tir. Senga kim pul to'laydi? Tizimga kel, mana bu yoqqa kel. Aya, haligi oyoq kiyimni olmadik-ku, maktabga nima kiyman ertaga? Meni kiyasan. Yeding kuni bo'yi bozorda. Yeyaman, ichaman, siyaman, chichaman deb. Men aytdim senga orqamdan o'tma dedim. Orqamdan o'tma dedim. Orqamdan o'tma dedim. Alo. Allalan aytay jonim bolam. Aya, O'chir ovozingni, sekin gapir. Panja kanga kelgan gaz balon kepti, borib almashtirib pampersni olib kelaymi aya? O'zim kecha lalaku olib kelganman. Allaya la. Tagi quruq, tinch uxlaydi, allergiyam tashirmaydi. Allaya. Hali o'g'li zo'r boradi, shunchasi oson bo'lmadi. Alladi. Allaya, Allah. Mendan battariga uchraysan. Men ketsam xor bo'lasan. Bir kosa ovqatingni yeb pishirib Sansirama kim sansirayapti? Sansirayman. Ketasanmi? Ket bor. Ketaman. Yur oldimga tush. Sidiralmay o'l, otangga o'xshab. Yur tez bo'l. Bishiring qurgurlar. Sallaga tegib men nima ko'rdim? G'ingshima, tur. Nima qaytding? Men siz uchun qaytganim yo'q. Yoshlik tarog'im qolib ketibdi. O'likka o'xshab uzalib tushib yotolmaysan, nariroqqa turing. Oyog'ingni tort. Qani meni tarog'im. Boshingizni ko'taring. Bunaqa yostiqda qolganmi? Mana ko'tingizga bosib yotib olgansiz. Oyog'ingizni torting, meni yo'lim to'smang. Yur oldimga tush.
Beting chirigin bolalar. Sana yerda katta bo'lsang otangga o'xshagan bir Yomg'irdik, ey. O'chir! Mana shu turibdir. Ha. Kechirim so'ramang. Qaytganim yo'q. Dazmolda o'chiribmanmi yo'qmi shuni bir ko'ray dedim. Ha, o'chiribman. Bolani ber. Nima uchun mizig'ing oqizib yig'layverasan? Yur oldimga tush. Otangga o'xshamay o'l Mirza Terak. O'chir! Turibdir mana shu yerda. Jim. Ha. Yalinmang. Men siz uchun qaytganim yo'q, tushundingizmi? Attini qara buni, qora tappi. Nimasiga tekkan ekanman shuni? Zo'rsiz. Lalakuga kelganman, tushundingizmi? Nima edi u? Bolani tagligi tinch uxlaydi, tagi quruq turadi, allergiya chaqirmaydi. Yur oldimga tush. Tezsiz yur. O'chir. Mana ikkinang chirisin sanlar. Nima ovqat qilay? Sen ketmadingmi? Mana bolalar yig'lab qoldi, ichkib dadam deb. To'ymala dadangga. Hech narsa demadim-ku. O'chir. Qachon ketasan qay? Ertalab ketaman nonushta qilib. Sen hayotda ketmaysan. Senlarning fishkalari shu. Ketaman deb qo'rqitasan odamni. Sevmaysanmi qay? Men ketdim ovqat qilaman. Nima ovqat? Qaydan bilay? Qaraverasizmi? Bizni sevgimiz boshqacha bilib qo'ysinlar. Chapillamasdan ye. Keling, sizga joy yo'qmi? Yo'q ekan. Boring, o'shanda ovqatlaning. Shunday qiling. Men ovqatlar hammasini suzib ketdim-da. Qozonda ovqat qolmadimi? Ha, ber, bir ikkita go'sht ber, onasini ham sen. Ha, suyakligini ber. Ha, piyoz ham qo'shib ber, piyoz bilan yeysiz mazza qilib. Yoqimli ishtaha yanga. Boring, osh bo'lsin, chop qiling kelin. Kelin, tarvuzni ham kesib keling. Xo'p. Kelin. Tarvuzga tegmasa turing, telefon bo'lib qoldi. Hozir. Ha, Rayimboy. Qachon? Kelin, shuni oshxonaga kirib turing. Shunday gaplashib olay telefonda. Bitta tarvuz ber kelinga. Boring, ermak qilib turasiz, boring. Tishlangan-ku bu. Kelin. Ha, kelin. İşiniz yo'qmi? Hamma ishlarim qilib bo'ldim. Boring, endi ishlarni yuving, biz oilaviy shunday gaplashib olayotgan hisob kitobimiz bor edi. Yuvib bo'ldim. Chaying bo'lmasam kelin. Mayli. Yanga, mana shuni ham musorga tashlab yuboring. Voy, o'lay. Ha, qizim, tinchlikmi? Dada, pavi parashogimiz tugagandi. Ya. Yerimni dog' kiyimlari ko'payib ketgan. Bavi zo'r parashokda hamma dog'larni ketkazadi-da. Bo'ldi, o'lsin shu bavi. 10 tog' beraman. Tinchlikmi? Ering urdimi? Nimaga yig'layapsan? Yancha siz chiqib turing, dadam bilan seriyozno gaplashib olaylik. Ennalaringni eshagimanmi? Kirib tur, chiqib tur, borib tur. Men ham shu oilani a'zosiman, men ham tirik jonman, odamman. Sizlar bilan bir dasturxonda o'tirib ovqat yeyishga haqqim yo'qmi? Eshakni o'zi halol, go'shti harom ekanda, toshlaring. Hey, kalangni ola. Chugurmaga o'xshaydi. Kelin, hamma gaplarish to'g'ri. Haqiqatan shu haqda hech o'ylamagan ekanmiz. Siz oshxonaga kirib turing bo'lmasam, biz hozir shu haqda gaplashamiz bo'lmasam, ha? Ko'tarra shunaqasi. Hayotbek yana bitta zapal qochverdim. Bizlar buni dars qilyapti desak, bo'z xat yozyapti. Jazoni o'zing taniysan. Salom xat debsan. Sharik qani? Молодец. Salom Dilobar. Men siz baxtli yashayapsanmi? Sensiz kuchimiz ham baxtli yashaydi, Hayotbek. Bilasanmi, men sendan nafratlanaman. Xola o'ynaga qo'shmadim seni, Hayotbek. Nafratlanaman. O'tmishimizni unutma. O'zi kecha abeta tug'ilgan bo'lsang, o'tmish deysanmi? 3-sinfdagi Elnur bilan baxtli bo'l. Yur, undan ko'ra men seni kishi qildirib keldik. Videoni o'chirib tashlang, sharmanda qilmang. Kecha joyingni sevib qo'ygan aytgan yo'q hali. Bu yikkidan bo'lsin. Otkidan bo'lmaydimi?
O'tdiki ham bo'ladimi? Qazi deyapti. Amaki, Yeb bashir. tualet bormi? Yo'q, biz inanib kelaveramiz-ku. Ha? Bor, конечно. Ko'rsata olasizmi? Yo'q. Amaki qayerda u? Hatta. Xola, jakuzi yo'qmi? Jacuzzi nima? Cho'milishga-da. Ha, bizda aptava bor. Aptava nima edi u? Optimallashtirgan cho'milish asbobi. Amaki uzoqmi? Isming nima sani? Nurik. Nurik, sabr qilib yuring. Mana keldik. Mana tualet kir. Amaki bo'ldi, o'sha foydasi yo'q. Nimaga? Endi ko'proq vlajnik kerak bo'ladi xolos. Yur ketdik. Ertalabgacha boramizmi? Tezroq yursang boramiz. Tinchlikmi, Panji? Tinchlikmi, Panji? Kursdoshlaringni olib kelsa bir tanishib qo'yaylik. Achki bu yoqqa kel. Yoqqa. Achking qimmat ekan ha? Sovg'ami bu? Bu yoqqa, bu yoqqa kelsan. Tushunmadim. Akalarimga telefon qilaman. Tushunmadimmi? Любойga qil. Olyaptimi telefonni? Antena yo'q. Mobius emasmi telefoning? Yo'q. Mobius ishlatish kerak, o'shaning uchun. Hozir vodiy shaharlari Namangan, Andijon, Farg'ona, Qo'qonda 5G ishlayapti. Internet uchyapti. Xohlasangiz bitta urib seni ham uchirib yuboraman. Tushundingmi? Panji, Assalomu alaykum amaki. nima meni mehmonlarim jinni qilyapsan? Prosta tanishdik. Tur yo'qol uyingga. Xo'p bo'ladi. Nima sasyapti? Sen yuvmadingmi hali? Evet. Qayerdansan Nurik? Viloyatdan, Sanchi? tumandan. Oho, mana shularni kirib kelishinglarda bir New Yorkdanmi deb o'ylayman. Qozini bilmaysanmi nimaligini? Qozi nimamish? Voy tavba, rostdan kirdimi? Kirdi. Rahmatli qaynatam tushimga kirib. Kuyov, uyimda Matiz mashinam bekor turibdi. O'zingiz mening dedilar. Yo'q desam ham yo'q deyaptilar-da. Ha, qaynatangiz aytgan bo'lsalar meniki yo'q. Bekoram turibdi. Benzin bormi? Bor. Bobur aka, bu safar dadam tushingizga kirsalar, so'rangchi turdovoyim qayerga qo'yibdilar. So'rayman albatta. Dadam. Kalt qayerda? Uyda. Bor ana 3100. Qalingni ta, 4000 dan kami yo'q. 2200 ming. Bor, bozorga bor, nima? Qaynatangiz mashinasini sotyapsizmi? Onajon. Kecha rahmatli qaynatam yana tushimga kirdilar. Kuyov, Matizni sotib oling, bexosiyat mashin bu dedi. Pulni hech kimga bermang dedi. Bexosiyat bo'lsa kerak yo'q mashina. Voy. Unday degan bo'lsa mayli soting. Dadasi, bu safar dadam tushingizga kirsalar so'rangchi, ingichka zaryadchini qayerga qo'yibdilar. Qurbaqachaga qo'yib tur, so'rayman. Ey bobka, nima o'tiribsan? Yur choyxonaga. Qanchadan tushyapti? 200 mingdan. Bu safar tushimga yig'lab kirdilar qaynatam. Nima dedilar? Ko'rpachani tagida pul bormi? Ha, bor. O'shanda 200 ming berasiz ekan, ehsonlik qilishim kerak. Men chalpak qilmoqchi edim-ku. Ya chalpak qilmang. Ehsonlikka primoy bo'lar ekan-ku. Nega qaynatam aynan meni tanladi, ha, onajon? Olib chiqing. Yo tavba qildim. Gelikmi bu? Ha, muzrot. Yangi traktor oldingmi? Qayerda olding buni? Traktor bor o'zida. Yo puling yo'q-ku, qanday olding sen? Puling bo'lishi shart emas, lizingga ham beradi ular. Ishing bir kunda hal bo'ladi, olib chiqib ketasan bir kunda. Buni ichini gelik qilganmisan, tonirovkasi ham bormi? Конечно. O'zlarining traktor servislari bor, o'zing xohlaganingdek tuning qilib berishadi. Xohlasang eski traktoringni ham chotki qilib olib chiqib ketasan. Davay. Faryod. Yana kirdilarmi? Kirdilar. Qoq abetda hozir 1 soat oldin kirdilar. Jahllari chiqqan. Nima dedilar? Traktor bor o'zida, traktor oling, fermer bo'ling deyaptilar. Siz pulingiz yo'q-ku? Mana ham shuni aytdim. Uyni soting deyapti. Mana shu uyni sotingda puliga traktor oling, onasini emsin deyaptilar. Yaxshi, lekin kadastrni qaynatangiz biladi. Bir so'rab ko'rmaysizmi? Sizlar nimani bilasizlar? Hamma narsani qaynata biladi. Ammo qanday so'rayman, xijolat bo'laman ha. Dadasi, dadam tushingizga kirsalar so'rangchi, shashlik jisqlarini qayerga tashib ketibdilar. To'poy. Ingichka zaryadchi qayerga ekan?
Ya uni o'zlari ishlatayotgan ekan so'radim. Telefonimni zaryadga qo'yapman deyaptilar. Toping kadastrini, men hozir tushimga kirsa